20 ta odam ozgina bo'lsa ham diqqat qildi bu odamga. 20 ta odam va $32 pul yig'ildi. Musiqa chalayotgan skripach kim edi bilasizmi? Joshua Bell, dunyoning eng mashhur skripachi Joshua Bell. Qo'lidagi skripka bilasizmi necha pul edi? $3,5 million turadigan skripka edi. Dunyodagi eng yaxshi musiqalarni chaldi. Vaholanki 2 kun oldin Bostonda bergan konsertida bilet o'rtalama $100 atrofida sotilgandi. Juda katta minglab odamlarga. Lekin Washingtondagi metroda minglab odamlar unga diqqat ham qilmadi, e'tibor ham qaratmadi, sezmadi ham, bilmadi ham, o'tib ketdi oldidan. Bunda nimani tushunamiz? Har narsa o'zini joyida, o'zini vaqtida, o'zini odamlarida go'zal. Sizda bir iqtidor bo'lishi mumkin. Men uchun uni hech ahamiyati bo'lmasligi mumkin. Menda bir o'ziga xos yaxshi taraf bo'lishi mumkin. Siz juda ham shoshayotganingiz uchun buni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Va biz hayotda yashar ekanmiz, har kuni endi o'ylab ko'ring. O'sha Joshua Bellni konsertiga kirishni orzu qiladigan minglab odamlar bor. Qancha pullarni sarflashadi, to'g'rimi? Lekin Joshua Bell ularning oyog'ini oldiga kelib musiqa chaluvdi, uni ko'rmadi. Gohida odamlar faqatgina boyagi odamlar eshitayotgani uchun, odamlar qilayotgani uchun bir aytdik, ko'pchilik bir narsaga ittifoq qilgan bo'lsa, u ish to'g'ri degani emas. U ish yaxshi degani emas. Sizni o'zingizni haqiqatlaringiz bo'lishi kerak. Balki o'sha Joshua Bellni konsertiga minglab odamlar borishni o'ziga qo'yib bersangiz istamas, lekin ko'pchilik borayotgani uchun boradi. Oyog'im tagiga keluvdi, hech kim uni tinglamadi. Tinglamaganning sabablari nima? Shoshib turuvdi. Ishi bor edi, tayyor emas edi, xabari yo'q edi, bilmasdi. U yerdagi go'zal musiqa ularni hech bir shaklda tortmadi. Lekin konsertiga borishgandi. Nega borishgandi? Chunki u yaxshi reklama qilingandi. Yaxshilab boyagi targ'ib qilingandi. Targ'ib jarayonida u yerda bir mana shunaqa mashhur skripach 3,5 millionlik skripkasida bilmam qanchadir vaqt musiqa chaladi, falonlar boryapti. Men ham o'zimni bir madaniy odam sifatida borishim kerak deb borishgandi. Lekin oyog'im tagiga kelishganda eshitmadi. Bu bir tomon. Ikkinchi tomoni, agar biz shunday baxtli musiqalar, dunyoga mashhur musiqa desak, boshqa desak, shularni sezmayotgan bo'lsak, hatto uni ijrochisi o'sha Joshua Bellga o'xshagan ijrochilar ijro qilganda ham sezmasak, hayotda kim bilsin qancha narsani sezmay o'tkazib yuboryapmiz. Mana shunaqa, ya'ni bu hikoyadan, bu haqiqiy hikoya, to'qima hikoya emas. Buni Washington Post gazetasi tajriba uchun aynan mana shu savollarga odamlar qanchalik diqqatli bu narsalarga, rostdanmi o'sha nimalarga, konsertlarga o'z ixtiyorlari bilan borishadi yo reklamalar ta'sirida boradimi? Rostdan ular musiqani tushunadimi yo o'zlarini tushungandek ko'rsatadimi? Rostdan ular madaniy odamlarmi yoki madaniy ko'rsatishga urinyaptimi? Yoki musiqalar har doim eshitilishi kerak bo'lgan narsalarmi yo ularda ma'lum bir eshitadigan nimalari bormi? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam bu bir tajribada, hayotda bo'lgan bir voqeani aytib berdim. Ya'ni atrofimizda o'tib ketayotgan bir aytdim, masalan, varrak bor, shamol qiladigan. Farasning har bir varragini boshqa ranglarga bo'yab qo'yasiz va uni aylantirasiz. Tez aylanganda siz birorta rangni ko'rasizmi u yerda? Ko'rmaysiz. Nega? Chunki u juda ham tez aylanyapti. Biz ham hayotda shunday yashaymiz. Tez bir manzildan ikkinchi manzilga chopamiz va hech narsani ko'rmaymiz. Hech narsani, ranglarni sezmaymiz, hayotimizdagi yaxshi narsani sezmaymiz va manzilga boramiz, orqada hech narsa esimizda yo'q. Va nolishni boshlaymiz. Hayotimiz unday, hayotimiz bunday. U yaxshi, bu yomon. Lekin u yaxshini ham tanimaymiz, yomonni ham tanimaymiz aslida.